Assalomu alaykum aziz obunachilar, sizlar bilan UzLider kanali. Ko'pchilik obunachilarimiz bizlara bog'otda sotiladigan joylar bormi deb so'rab yuradi. Hozir sizlarga bog'otda sotiladigan navbatdagi uchastkamizni ko'rsatib o'tib ketamiz do'stlar. Bu yerning manzili Bog'ot Bevatan'da joylashgan. Adresini aytib o'tib ketadigan bo'lsak, adresimiz Bevatan darvozasidan kirganlaringizning birinchi o'ng qo'l ko'cha bor. Shu ko'chadan kelasizlar, ko'chani oxirindagi ina shu joyimiz sotiladigan o'rtoqlar. Hozir batafsil tanishtirib o'tib ketamiz. Narx-navolari, necha sotikka solingan to'liq ma'lumotlarni berib o'tib ketamiz. Video davomida telefon nomerlari ham bo'ladi. Siz bizani bu videorolikimizni ko'rib ham bemalol joy xarid qilishlaringiz mumkin do'stlar. Agarda sizlardan shunday sotiladigan joy yoki joy o'rnalaringiz, mashinalaringiz bo'lsa, bizlar bilan osonroq sotishlaringiz mumkin. Demak, videoni boshladik. Yurtdoshlar, shu joyimiz общий yer maydoni 5 sotik ekan. 5 sotikda joy solingan. Molxonalar ham bormi endi? Molxona solinmoqda qarang. Bu giraverishimiz. Girgandik, chap qo'llaringizda shunday o'tiradigan yeri bor. O'ng qo'llaringizda esa birinchi o'ng qo'l aylanmalarimiz, bam katta tip zalda sezar ham bo'ladi, spalnyat qo'ysangiz ham bo'ladi, ish qilib kengaytirib solingan. Razmerlarini to'shlik bilamiz, narx-navolarni video davomida aytib o'tib ketamiz. Qiziqqanlar aloqaga chiqaverasizlar o'rtoqlar. Yashash uchun zo'r. Bellarda bilasizlar, gaz svetdan muammo yo'q. Xo'sh, bunda ikkinchi xonamiz. Patologlar gipsokardondan patolog bo'lgan, chayga suv urilgan, malakaga tayyor bo'lib turibdi. Ben tarafda ikki xonamiz bor ekan. Bu yerda bir spalni, ya'ni bu 3-xonamiz. Ko'rib turganlaringizdek, ataplenalar o'tgan. Bundan esa navbatdagi zol desak ham bo'ladi, zolimizni o'tasizlar. Bellar meni ataplenalar o'tib turibdi. Malakaga kelib turibdi o'rtoqlar. Videoni oxirigacha ko'rib borasizlar. Narx-navolarni aytamiz, xudo xolasa. Benim bir xonamiz qaragan ekan, bu yerda spalnizatsiya ham bo'ladi, adashmasam tikuvchilik ishlari bor yetib turibdi bu yerda. Benda endi oshxona bang. To'rda boniymi? Boni nara qo'yilganmi? Endi remontga qarab turibdi. Ana endi garajni ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Bundan chiqamizdan bedan ham bog'yan tarafga chiqsa bo'ladi, qarang. Bedan ham chiqsa bo'ladi o'rtoqlar. Hozir bog'yanni o'tib ko'rsatamiz, xudo xolasa. Joyning yonboshida garaj ham bor. Shu uyni o'zini qo'shib solingan. Hozir shu garajni ko'rsatib o'tib ketamiz, keyin bog'yanni o'tamiz. Mana bu yeri garaj o'rtoqlar. Eni necha ekanmi? 3 bormi? Eni 3,5, 3 bor, 3. 3 dan ziyodroq, ha? Yurtdoshlar yana bog'i. Bu yerda ham ayvonchasi. Ular yana paxsa bilan o'ralgan. Ben tarafı esa setka tashilgan ekan. Ben o o'tish xotini o'zlaringiz ochib qo'yaverasizlar olsangiz. Ana endi xudo xolasa sizlarga bu yerni narxini aytib o'tib ketamiz. Narxi aytilish bahasi 400 million aytiladi. Ustunda kelishib, savdolashib olaverasizlar xudo xolasa. Qo'shimcha taklif variantlaringiz bo'lsa, bemalol telefonlashib olishlaringiz mumkin. Ekranda telefon nomerlarini yozib qoldiramiz. Joyimiz shifr bo'lgan, ko'rib turganlaringizdek, xudo xolasa olgan odam xayr topib ajratib yashaydi. Bog'otni tanishsangiz bo'lsa, videoni tashlab qo'yinglar va like bosib qo'llab-quvvatlashni unutmanglar.